Yana men. Ha ha ha. Erkak uchun nima kerak? Unga ovqat pishirish, noski maykasini yuvish uchunmi? Kir mashina bor-ku aka. Unga bola tug'ib berish, keyin esa o'zingni unutib qo'yish uchunmi? Yo'q, bu full time xizmat emas. Bu hamkorlik. Aslo yo'q. Erkak sevimli turmush o'rtoq bo'lishi uchun kerak. Ayoliga seni sevaman deb aytish uchun. Faqat bayramda emas aka. Oddiy payshanbada ham aytsa zo'r bo'ladi. Oilasini asrash uchun kerak. Men borman deb turadigan odam bo'lish uchun, ota bo'lish uchun kerak. Bolaga faqat o'qi demay, o'zi ham namuna bo'lish uchun, mas'uliyat olish uchun kerak. Bu mening oilam desa, Wi-Fi parolini emas, javobgarlikni ushlasin va eng muhimi, sen uning yonida xotirjam bo'lishing uchun kerak. Uy shunchaki joy emas, drama emas, serial emas, tinchlik zonasi bo'lishi kerak. Shunday uy bo'lsinki, bu yerda baxt yashaydi deb aytgisi kelsin.